kvadratning narxi 55 ming so'm. Doim katta xonadonlarni videoga olganimizda bu burchatgan narxini qimmat deb o'ylaysizlar. Yo'q, burchatgan narx qimmat emas, oddiy xonadonlarga ham qilamiz. Sizlar videoni oxirigacha kuzatinglar, men sizlarga narxini aytib o'taman. Nabahor mahallasida joylashgan xonadonimizga kelganmiz. Bu xonadonimizda 150 kvadrat 30 ga 30 seriya burchatkadan qilib berganmiz. Hozirgi kunda trendda bo'lib turgan. Hozirgi kunda Namanganda shu burchatganmiz 1 kvadratning narxi 55 ming so'm. Sizlarga ham shunaqa burchatkalar kerak bo'lsa, sirazi Ramzan Ilhomga alo desani, shundoq kelib, shundoq bosib ketishadi.